Xo'p, assalomu alaykum barcha o'quvchilarga. Bugungi darsimiz 5-sinf darsligi bo'yicha bo'ladi. Ya'ni 5-sinf endi biologiyani boshlayotganlar uchun qo'shimcha darslar sifatida biz bu onlayn kurslarimizni tashkil etganmiz. Demak, endi 5-sinf haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa biologiya o'zi nima degan narsa. Biologiya fani bu hayot haqidagi fan, ya'ni bios hayot, logos fan, ta'limot degan jumlani bildiradi. Ya'ni biologiya deganda bios hayot, logos fan, ta'limot, hayotni o'rganuvchi fan sifatida qaraladi. Demak, biz bios deganda atrofimizda uchraydigan bakteriyalar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar va viruslarni nazarda tutishimiz mumkin. Nega deydigan bo'lsak, bizning hayotimizda bakteriyalar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar va viruslar juda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa 2019-yildan beri juda ham katta ahamiyatga ega bo'lib kelyapti. Sababi bizda COVID-19 degan virus ko'pchilikni bu dunyodan mahrum qildi, ya'ni vafot etishdi ko'pchilik va bizga taniqli bo'lgan va karantinlarda o'tirishimizga majbur bo'lgan virus bu COVID-19 virus. Hattoki gripp ham virus sanaladi, ya'ni o'sha shamollashimiz orqali keltirib chiqaradigan, ya'ni nafas yo'llarimizda parazitlik qiladigan bu virus gripp hisoblanadi. Yana boshqa bir viruslar ham bor. Endi hayvonlar ham o'zi uyimizda yashaydigan o'sha molimiz, qo'yimiz, tovuqimiz ham baribir hayvonga kiradi. Shuning uchun hayvonlar ham bizni o'zgarmas bir vakillarimiz sifatida qaraladi. O'simliklarda ham mana uyda ekadigan rayhon yoki mevali o'simliklarimizdan olma, sevib iste'mol qiladiganimiz banan, pista, bodom, safsan kabi o'simliklar mavjud. Bularga ham menimcha hozirgi kunda hayotimizdagi narsalar bo'lganligi uchun, ya'ni bizga kerakli bo'lganligi uchun ularni o'rganib kelamiz. Endi zamburug' va bakteriyalar bor. Zamburug'larga misol qilib turib, qo'ziqorin zamburug'ini aytishimiz mumkin. Ya'ni qalpoqchali zamburug'larni. Bu zamburug'larning zaharli vakillari ham bor, iste'mol qiladigan vakillarimiz ham bor. Bakteriyalardan tugunak bakteriyalarni olishimiz mumkin, ya'ni ular ba'zi bir o'simliklar bilan simbioz holatda yashaydi yoki achitqi bakteriyasi zamburug'larda ham yoki achitqi zamburug'i, chirituvchi bakteriyalar kabi bakteriyalar turlari bilan gaplashishimiz mumkin. Endi shularni hammasi hayotda bo'lganligi uchun, ya'ni biz hayotni o'rganganligimiz uchun ular bilan biz uni bios deb ataymiz, ya'ni hayot shulardan tashkil topgan deyishga haqqimiz bor. Demak, biologiyani o'rganishda endi dastlab bizni olimlarimiz boshlab bergan, ya'ni buyuk mutafakkir olimlarimiz boshlab bergan qadimdan. Ya'ni qaysi olimlar desa, Abu Rayhon Beruniy kabi olimimiz yoki Abu Ali ibn Sino, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Nasr Farabiy kabi olimlarimiz qadimdan bizga o'rganib, shu tibbiyotni, biologiyani yaxshiroq o'rganishimizga anchagina hissa qo'shib kelishyapti. Ya'ni Abu Rayhon Beruniy o'zining saydini asarida turli xil o'simliklarga yoki hayvonlarga ta'rif berib o'tib ketgan. Shuning uchun biz saydini asarini biologiyaning bir qismi sifatida o'rganamiz. Ya'ni bu olimimiz Abu Ali ibn Sino juda ham mashhur tibbiyotga katta hissa qo'shgan, uning tib qonunlari va shunga o'xshash tibbiyotga doir kitoblar juda ham ko'p. Aynan bu tib qonunlarida ko'p o'simliklarga hamda asosan hayvonlarga ta'rif berib o'tib ketgan. Demak, Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini mashhur bo'lgan Boburnoma asarini yozgan. Bu Boburnoma asari faqatgina o'zining hayoti bo'yicha bo'lmagan. Ya'ni to'g'ri o'zining hayoti bo'yicha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u ko'rgan o'simliklar haqida, qadimda bo'lgan o'simliklar haqida ma'lumotlar berib ketganligi uchun biz Zahiriddin Muhammad Boburni ham bu yerga qo'shamiz. Endi biza buyuk bir olimimizdan bittasi Abu Nasr Farabiy shunday deb ketgan: turli kasalliklar ovqatlanish tartibining buzilishidan kelib chiqadi degan jumlani oldiga surgan. Hozirgi kunda buni isbot ketmoqda. Ya'ni qanday isbot deydigan bo'lsak, ko'pchilik fast foodni, ya'ni tezkor tayyorlangan ovqatni iste'mol qilishadi va bu semizlikka olib kelyapti va ko'pchilikni kasal qilyapti. Yoki qonda qand miqdorining ortib ketishi bo'lyapti. Ya'ni ko'p o'sha shirinliklar iste'mol qilishdan yoki ko'p o'sha yog'li mahsulotlarni iste'mol qiladigan odamlarni hayotida turli xil kasalliklar kelib chiqyapti. Xuddi shu narsa Abu Nasr Farobiyning aytgan so'zlari bilan bog'liq hisoblanadi. Bizda xalqimizda ham bir kulgili gap bor, ya'ni qanaqa gap desa, qovun yesang sahar ye, sahar yemasang sahar ye degan gap ham bizga mashhur. Sababi qovun iste'mol qilganimizda hazm bo'lish jarayoni jichcha qolganlarga nisbatan, qolgan mevalarga nisbatan qiyinroq bo'lganligi uchun saharda hazm bo'lishi oson bo'ladi degan ma'noda aytib o'tib ketilgan va hozirda ko'p kattalar tomonidan eshitamiz. Menimcha bu olimlarni ham yaxshi tushunoldilar. Olimlar nimalar ishlar qilgan, qanaqa ishlar qilgan, hammasi haqida gaplashib oldik. Endi
bizda olimlarimiz bor. Qaysi olimlar desak, hozirgi kunda ish olib borayotgan olimlarimiz, misol uchun To'raqulov. Yorqin To'raqulov hisoblanadi. Yorqin To'raqulov qalqonsimon bez faoliyatini o'rgangan. Ya'ni qalqonsimon bu yerdagi bezimizni o'rgangan. Bu yerda o'sha qalqonsimon bez bo'ladi. Shu yerda bizni bo'qoq kasalligi degan kasallik bor. Ya'ni mana bu joyimni ishib ketgan odamlar ko'p ko'rgansizlar. Ya'ni bo'qog'i chiqib qopti degan so'zlar ko'p uchraydi. Aynan shu bo'qoq kasalligini Yorqin To'raqulov oldin olgan. Qanday qilib oldin olgan deydigan bo'lsak, qalqonsimon bez faoliyatini o'rganish natijasida u odam osh tuziga yod qo'shib berib turib, mana bu bo'qoq kasalligini oldini oladi. Demak, Yorqin To'raqulov qalqonsimon bez faoliyatini o'rgangan olim ekan. Demak, Jahongir Hamidov. Jahongir Hamidov nima ish qilgan deydigan bo'lsak, Jahongir Hamidov sitologiya sohasida ish olib borgan. Hozirda biz biologiyani, bu tomon ekan, biologiyani sohalari haqida gaplashamiz, tushuntirib beraman. Sitologiya bu nima deydigan bo'lsak, hujayralarni o'rganuvchi fan. Hujayra nimaligini endi bu tomondan gaplashamiz, xudo xolasa sizlar bilan. Endi Musayev degan olimimiz. Musayev g'o'za kolleksiyasini yaratgan olim hisoblanadi. Ya'ni g'o'zani yaxshi bilamiz. Bizning paxtamiz, hozirda bizning kiyimlarimiz yoki-da paxta yog'i degan narsalar bor va turli xil paxtadan mahsulotlar tayyorlanadi. Asosan biz biladiganimiz shular. Paxta yog'i degan narsa bor, shu kiyimlarimiz bor. Shu kiyimlarimiz paxtadan tayyorlanadi va aynan Musayev o'shani kolleksiyasini yaratgan. Kolleksiya nimaligini menimcha yaxshi bilsanglar kerak. O'sha ma'lum bir g'o'zalarni turli xil to'plamlarni yaratgan olim Musayev hisoblanadi. Endi Valixonov nima qilgan deydigan bo'lsak, Valixonov g'o'za fiziologiyasini o'rgangan. Fiziologiya nima deydigan bo'lsak, g'o'zaning qachon suv bo'latishi, qanaqa muhitda yaxshi o'sishi haqida fiziologiya deymiz. Uni fiziologiyasi degan ma'noda. Fiziologiyani bu tomonda bor, uni ham gaplashamiz yana. Valixonov shuni olib borgan. Endi Mashhura Mavloniy. Mashhura Mavloniy ayol kishi hisoblanadi va u mikrobiologiya sohasida ish olib borgan. Ya'ni mikrobiologiya nima degan savolga makro degan supermarketlarda eshitganmiz, ya'ni katta do'kon degan ma'noda, mikro degani kichkina, endi mikroskop misol uchun. Yani kichkina ko'raman, kichik jonzotlarni ko'raman, kichik jonzotlarni ko'raman. Mikrobiologiya deganda mikro demak kichik, biologiya bu hayot ta'limot degan ma'noda. Ya'ni kichik hayvonlarni o'rganaman degan ma'noda. Aynan Mashhura Mavloniy demak mikrobiologiya sohasida ish olib borgan ekan. Endi hop, Toshxonim Rahimova. Toshxonim Rahimova nima qilgan deydigan bo'lsak, bu ham ayol kishi cho'l va adil o'simliklarni o'rgangan olim hisoblanadi. Ya'ni bizda o'zi 3 xil joyda o'simliklar o'sadi asosan. Ya'ni qayerda desak, cho'lda, normal muhitda va namsevar o'simliklar bo'ladi. Namsevar o'simliklarga bizni o'sha shakar qamishlarimizni misol qilishimiz mumkin. Yoki-da normal o'simliklarga atrofimizda o'sadigan olma, o'rik kabi o'simliklarni misol qilishimiz mumkin. Endi cho'lda o'sadigan o'simliklarga kaktus, sutlama kabi o'simliklar bor. Ya'ni tikanga aylangan o'simliklar bor. O'shalarni misol qilishimiz mumkin. Toshxonim Rahimova bo'lsa o'sha cho'l va adil o'simliklarni o'rgangan olima hisoblanadi. Endi O'ktam Pratov degan olim bor. Adashmasam O'ktamning ismi Pratov degan olim bor. Xullas bu olim botanika sohasida ish olib borgan, aynan bir ishi berilmagan, botanika sohasida ish olib borgan professor hisoblanadi deb yozib qo'ygan kitobda. Menimcha olimlarni ham tushunib oldinglar, nima ish qilgan, qanaqa ish olib borgan, buni 5-sinf darsingizda to'liq qilib yozib qo'ygan, bemalol o'qib tushuncha olsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, bizda biologiyaning sohalari bor, ya'ni har bitta narsani o'zining yo'nalishi bo'lgandek, biologiyaning ham o'zining sohalari bor. Biologiya bitta hayot haqidagi katta fanmi. Demak, uni biz qismlarga bo'lib o'rganamiz, ya'ni guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Qanaqa deydigan bo'lsak, botanikada biz faqatgina o't, o'simliklarni o'rganamiz. Ya'ni tubani o'simliklarni, yuksak o'simliklarni barchasini biz botanika fanida o'rganamiz. Demak, o'simliklar haqidagi fan qaysi desak, bu botanika hisoblanadi. Endi zoologiya, zoopark degan so'zni hammamiz yaxshi eshitganmizmi? Zoo degani hayvon degani, park degani bog' degani, ya'ni hayvonot bog'. Bizda zoologiya deganda zoo hayvon, logiyani bu tomonda gaplashdik, logos ta'limot, ya'ni hayvonlar ta'limoti yoki hayvonlarni o'rganuvchi fan sifatida qaraymiz. Endi mikologiya nima deydigan bo'lsak, bu yerda biz zamburug' degan narsa haqida gaplashdik. Aynan mikologiya zamburug'larni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ya'ni zamburug'lar o'rganuvchi fan demak qaysi? Mikologiya. Endi mikrobiologiya degan nima degan deydigan bo'lsak, aytganimdek, mikro degani kichik, biologiya degani o'sha hayot, ta'limot bilan ulanib ketaveradi. Ya'ni kichik hayot, ta'limot degan ma'noda. Kichik jonzotlarni o'rganaman degan ma'noda ketaveradi.
Hop, sitologiya bu qanaqa soha deydigan bo'lsak, bizda hujayralar degan narsamiz bor. Ya'ni hujayralar nima deydigan bo'lsak, tiriklikning eng kichik birligi. Ya'ni tiriklikni o'zi namoyon qiladi. Eng kichik birlik bu hujayra. Hujayralar yig'ilib to'qimalarni tashkil qiladi. To'qimalar yig'ilib organlarni tashkil qiladi. Organlar yig'ilib organlar sistemasi yig'ilib organizmni tashkil qiladi. Ya'ni bizda hujayradan ham kichik bir narsalar bormi desak, ha, bor. Misol uchun sitoplazma, organoidlar undan ko'ra kichik, lekin o'zida tiriklikni namoyon qila olmaydi. Bu haqida alohida mavzu bor. Sitologiya haqida, sitologiyani yana ham o'rganamiz. Aynan 9-sinf darsligi sitologiyaga asoslangan hisoblanadi. Xo'p, endi anatomiya. Anatomiya biz 8-sinfda o'rganamiz. 8-sinf darsligida. Ya'ni anatomiya nima deydigan bo'lsak, anatomiya bu odamning ichki tuzilishini o'rganuvchi fanni anatomiya deymiz. Aynan 8-sinf darsligida ham ichki tuzilishini, ham tashqi tuzilishini berib o'tib ketgan. Demak, sistematika. Sistematika degan nima degani? Sistemalarga solish, ya'ni guruhlarga bo'lib o'rganish. Aytaylik, bizda yangi 7-sinf ma'lumotiga asoslanib, yer yuzida 8 milliondan ortiq hayvon, jonzotlar bor. Biz uni 2 millionni o'rganganmiz, xolos deb turib yozib ketgan. Endi 2 million xil degan narsa, ya'ni 2 million bilan, 2 millionta tur bilan 2 million xilni farqi juda ham katta. Hop, 2 million xil narsani o'rganish bu oson emas hisoblanadi. Ya'ni uni birdaniga teng o'rgana olmaymiz. Aytaylik, o'sha 10 ta qo'yingiz bo'lsa, 10 ta qo'yingizni qo'yib yuborib turib, uni hammasini teng ishonmaysiz. Navbat bilan ushlaysiz. Hop, 2 millionta hayvonni ham biz teng o'rgana olmaymiz. Ularni qanaqa o'rganamiz? Guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Aytaylik, birinchi bo'ri-simonlar oilasini, keyin mushuk-simonlar oilasini shunaqa qilib guruhlarga bo'lib o'rganganimiz uchun sistematika fani bizga kirib kelgan. Fiziologiya haqida gaplashdik. Fiziologiya degani o'sha insonning, hozir men misol uchun gapirib, issiqda terlayotgan bo'lsam, bu meni bitta fiziologiyam hisoblanadi. Yoki o'simliklarning suv bug'latishi ham uning bitta fiziologiyasi hisoblanadi. Ya'ni tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi hisoblanadi. Demak, genetika nima deydigan bo'lsak, genetika bu irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'rganuvchi fan. Ya'ni biz nima uchun ota-onamizga o'xshaymiz? Qaysi sirlarni ota-onamizdan olganmiz? Endi nima uchun aynan ota-onamizning aynan nusxasi emasmiz? Irsiyat degani o'sha bizning o'xshaydigan qobiliyatlarimiz, o'zgaruvchanlik degani o'sha ota-onamizdan o'sha qismlarimizga ko'ra farq qilishimiz, ya'ni ba'zi bir joylarga ko'ra farq qilishimizni genetika fani o'rganadi, ya'ni irsiyat va o'zgaruvchanlik ma'nosida. Ekologiya nima deydigan bo'lsak, ekologiya o'sha organizmning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi. Aytaylik, men tashqi muhitga yomon ta'sir qilayotgan bo'lsam, men ekologiyaga yomon ta'sir qilayotgan bo'laman. Ya'ni shuning uchun ekologiya hozirgi kunda juda ham rivojlangan hisoblanadi. Ya'ni ekologiyaga e'tibor berish kerak. Biror bir organizmning tashqi muhit bilan reaksiyasi hisoblanadi. Endi bu hayvonlardan ko'p ko'rishimiz mumkin. Hayvonlarning chiqindilari bor. O'sha chiqindi mahsulotlaridan yerlarda juda ham foydalanamiz. Yerning unumini oshirib berganligi uchun, shuning uchun ekologiya fani juda ham kerakli. Hop, menimcha biologiyaning sohalariga ham yaxshi tushunib oldinglar. Endi bizda laboratoriyada berib ketgan mana bu probirka, pipetka, pinset, petri idishasi va skalpel kabi narsalarni. Bular nima deydigan bo'lsak, probirka bu moddalar va ularning hosillarni o'rganishda foydalanamiz. Ya'ni bizda idishchalarimiz bo'ladi. Idishchalarga biz moddalarimizni qo'yib, buni o'rganamiz. Qanaqa moddalarni yaxshiroq ko'rishimiz mumkin? Mana ularni bir-biriga o'zaro ta'sir ettirib ko'rishimiz mumkin. Uning uchun nimadan foydalanamiz? Probirkadan foydalanamiz. Endi pipetka nima deydigan bo'lsak, mana bu moddaga qo'shayotganda biz tenglarga qo'shib olmaymiz-da. Chunki uni reaksiyasini o'rganishimiz kerak. Qanaqa kechadi jarayon? Bir-biriga yaxshi ta'sir qiladimi, bir-biriga yaxshi ta'sir qilmaydimi? Biz nimadan foydalanamiz? Pipetkadan foydalanamiz. O'sha pipetkani olamiz, mana bunga tiqamiz, tiqib turib, havosini chiqarib tiqamizda, keyin tortsak, qo'yib yuborsak, o'sha havoning o'rniga mana bu moddadan kirib qoladi. Kirib qolgandan keyin biz xohlagan moddamizga endi bir tomchi qilib tomizishimiz mumkin. Aynan bu nima desak, pipetka. Endi pinset degan asbobimiz bor. Pinset degan nima deydigan bo'lsak, biz moddalarni o'rganayotganda uni qo'l bilan usholmaymiz. Nimaga? Chunki ba'zi bir moddalar juda ham reaksiya bildirib yuborishi mumkin, qo'limizni kuydirishi mumkin, har xil moddalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda pinset yordamga keladi. Aynan pinset bu qisqich. Birorta bir moddani ushlamoqchi bo'lsak, ya'ni olib biron bir narsaga tashlamoqchi bo'lsak yoki olib tashlamoqchi bo'lsak, biz pinsetdan foydalanamiz. Ya'ni tushunamiz, qisamiz, shu kerakli joyga boramiz. Hop, petri idishchasi nima deydigan bo'lsak, petri idishchasi o'zi ikki xil bo'ladi. Bu idishchada asosan qulay muhit tayyorlanadi. Ya'ni bakteriyalar uchun qulay muhit tayyorlanadi. Bu deyarli unchalik shart emas, ya'ni biz ko'p foydalanmaymiz bundan. Lekin bilib qo'ygan yaxshi. Skalpel nima deydigan bo'lsak, skalpel bu o'tkir tig'li pichoq. Endi qolganlardan farqi nima? Oddiy pichoqdan, uy pichoqdan deydigan bo'lsak,
Uy pichog'ini olib qo'linglarga qo'ysanglar haliga kesmaydi. Qachonki uni bunday tortsanglar keyin kesadi. Skalpelda bo'lsa qayerga tekisa bo'ldi. Agar skalpel bunday tekisa mana shu qo'lim kesib yuborgan bo'ladi. Ya'ni uni orqaga tortib itarchish shart emas. Tegan joyini kesadi. Shuning uchun biz uni o'tkir tig'li pichoq deymiz. Nima uchun kerak deydigan bo'lsak, asosan uni tibbiyotda foydalanamiz. Ya'ni o'sha operatsiya jarayonlarida kesayotganimizda toshni millimetr va millimetr kesish uchun biz skalpeldan foydalanamiz. Chunki juda ham o'tkir bo'lganligi uchun, aytgan joyimiz toshni kesib berganligi uchun va xulosni muammo bo'lmaganligi uchun. Lekin ani oldin aytgan gapimizdan ko'rish tavsiya bermayman to'g'risi. Ya'ni uy pichog'ini olib turib qo'linglarga mana qo'yib kesmaydigan deb ko'rmanglar. Lekin bu isbotlangan narsa-yu, uni baribir maslahat bermaymiz, javob bermaymiz. Videodan keyin qilib ko'rganlar bo'lsa, oldin ogohlantirib qo'yibman. Xo'p, demak, endi ikkinchi mavzuyimizga keldik. Ikkinchi mavzuyimiz ham unaqa murakkab emas. Bu tirik organizmlarning xususiyatlarini o'rganamiz. Birinchisi moddalar almashinuvi. Almashinuv degan nimani tushunamiz avvalo. Agar men sizga, sizni qo'lingizda marker bor, mening qo'limda marker bor, men sizga markerni berib, sizga markerni o'zim yozadigan bo'lsam, bu markerlar almashinuvi bo'ladi. Endi organizmda moddalar almashinuvi degan narsa bor. Bizda har xil moddalar bor. Misol uchun qonimizda kislorod bilan karbon gidroksining alishuvi. Shunga o'xshash xossalar bor. Shuni moddalar almashinuvi deymiz. Hamda moddalar almashinuvining ikkinchi nomi nima deydigan bo'lsa, ikkinchi nomi bu metabolizm hisoblanadi. Xo'p, endi moddalar almashinuvi ikki qismga bo'linadi: assimilyatsiya, dissimilyatsiya. Endi ikkalasining farqi nima deydigan bo'lsak, assimilyatsiya bu qurilish jarayoni, dissimilyatsiya bu parchalanish jarayoni hisoblanadi. Xo'p, assimilya endi shuni yodlab olishinglar kerak yoki yozib olinglar daftar uchun qilib turib. Assimilyatsiya uchun energiya sarflanadi. Demak, assimilyatsiyaga energiya kerak. Endi dissimilyatsiya parchalanishmi? Parchalanishdan doim energiya hosil bo'ladi. Shuni yaxshilab bilib olinglar. Chunki bog'lar uziladi, shu bog'lar uzilish hisobiga energiya chiqadi. Demak, assimilyatsiyaga energiya kerak ekan, dissimilyatsiyadan energiya hosil bo'lar ekan. Menimcha tushundinglar. Keyingisi oziqlanish. Endi oziqlanish ham ikki xil bo'ladi: avtotrof va heterotrof. Avtotrof nima degan deydigan, avto degani o'zi avtomatik. Ya'ni avtomatik sintezlash, ya'ni o'z ozuqasini o'zi sintezlaydigan organizmlarga biz avtotroflar deymiz. Endi tashqi nuqtai tayyor ozuqani iste'mol qiladiganlarga biz heterotroflar deymiz. Avtotroflarga kimlar kiradi deydigan bo'lsak, avtotroflarga asosan o'simliklar kiradi. Xo'p, heterotroflarga kimlar kiradi desak, heterotroflarga asosan hayvonlar kiradi. Demak, menimcha buni ham tushundinglar. Ya'ni o'simliklar o'z ozuqasini o'zi sintezlaydigan, hayvonlar o'z ozuqasini o'zi sintezlamaydi, tashqi muhitdan iste'mol qiladi. Xo'p, nafas olish. Nafas olish ham ikki xil bo'ladi: aerob va anaerob. Aerob degani kislorodli degani. An qo'shimchasi unga inkor beryaptim, demak bu kislorodsiz degani. Xo'p, tushunishinglar uchun aeroport degan so'zni eshitganmiz. Aero degani havo degani, port degani o'sha kemalar to'xtaydigan joy. O'sha kema degan ma'noga keladi. Endi aeroport deganda havo kemasi degan ma'noda umlashyaptimi? Bunda ham aero degan so'z havo degan ma'noda, ya'ni kislorod degan ma'noda kelyapti. Demak, aerob bu kislorod, an qo'shimchasini inkor beryaptim, demak bu anaerob bo'lsa kislorodsiz. Endi savol kelishi mumkin: nafas olish ham kislorodsiz bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Kimlarda bo'ladi desa, misol uchun parazit chuvalchanglarda, ba'zi bir zamburug'larda, ba'zi bir bakteriyalarda yuz beradi. Ya'ni parazit chuvalchanglar inson tanasining ichida yashaydimi yoki biron bir organizm ichida yashaydimi? Uning ichida qanday atmosferada kisloroddan nafas oladi? Nafas ola olmaydi. Shuning uchun biz ularni anaerob nafas oladi deb olamiz. Bularni aerob, ya'ni hayvonlarni, o'simliklarni aerob nafas oladi. Ya'ni tashqi muhitdan nafas olgani uchun aerob deb ataymiz. Endi ko'payish ikki xil bo'ladi: jinsiy hamda jinsiz. Jinsiy ko'payish bilan jinsiz ko'payish farqi nima deydigan bo'lsak, jinsiy ko'payish uchun ikkita organizm qatnashishi kerak bo'ladi va yangi tug'ilgan organizm o'ziga xos yangi nav bo'ladi, ya'ni yashovchanroq bo'ladi. Jinsiz bo'lsa aynan ona organizmning nusxasi bo'ladi. Ya'ni farqi, bunga bitta organizm yetadi, ya'ni ona organizm yetadi, bunga ham ona ham ota organizm kerak. Ya'ni ikkita organizm o'ziga qo'shilib bitta jinsiy ko'payish hosil bo'ladi. Jinsizda bitta organizm o'zi yetadi. Misol uchun bizda ko'payish turlari bor. O'simliklar olib qaraydi. O'simliklarni qalamcha qilamizmi yoki uni o'sha o'sayotgan nollasini olib turib biron bir joyga ekamiz, bu jinsiz ko'payishga kiradi. Endi urug'lanish jarayoni bor, ya'ni bizda o'sha o'simliklarimiz o'zaro urug'lanadi, undan meva hosil bo'ladi. Xullas, shunaqa ko'payish jarayoni bu jinsiy ko'payish hisoblanadi. Darsimiz asosiy mazmuni shu, unaqa katta qiyin mavzu emas. Doskaga qancha yozdim, hozir keyingi mavzularni ham YouTube kanalga joylayman. Albatta obuna bo'linglar. Tushunmagan joylarda yokida qiynalgan joylarni kommentariyga yozib qo'ysanglar, keyingi safar uni alohida zo'r qilib xudo xolasa tushuntirib beramiz. Darsimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar.
Telegram kanalimiz Faktoriyal biologiya, YouTube kanalimiz Fayzulloh biolog hisoblanadi. E, Shu mavzu bo'yicha test kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga a'zo bo'lib, men yozadigan bo'lsanglar, testlari bor. Testlarni yopiq guruhimizga tashlab beramiz. Sababi test tuzish ozmuncha mehnat emas. Yaxshilab qo'llab turadigan bo'lsanglar, xudo xolasa sizlar uchun bepul darslarni ko'paytiramiz. Kanalga albatta obuna bo'linglar. Kvant o'quv markazida aynan o'zimning guruhlarimga, noldan guruhlarimga 2026-yil avgust oyi uchun qabul boshlangan. Bemalol kelib tashrif buyurib, darslarimga ham, offlayn darslarimga ham qatnashinglar mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.